Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana necha yildan beri mana bel og'riq, oyoq og'riq, asab kasalliklari bezovta qilardi. Bu yil mana shu yerda Instagram sahifalarini kuzatib, mana shu Ximchan shifoxonasida mana Mardonov doktorni ko'rib qoldik-da, shu yerga o'g'lim olib keldi. Juda ham mana shu shifoxona haqida ijobiy fikrlar bildirmoqchiman. Ayniqsa vrachimiz juda ham xushmuomala, mehribon. O'zlarini shirin gaplari bilan mana shu bemorlarning dardiga shifo bo'lishyapti. Sizlarni ham taklif etaman. Oldinlari ham ko'p shifoxonalarda davolanganman, lekin bu qadar natija olmaganman. Hozir mana 8 kun bo'ldi. 8 kunda sezilarli darajada o'zimda o'zgarish his qilyapman. Bugun uyga ketyapman. Mana shu vrachimiz Mardonov vrachga juda katta minnatdorchilik bildirmoqchiman va bu yerda menga xizmat qilgan Mehriniso hamshiramizga ham juda katta rahmat aytmoqchiman. Fizioterapiyalardan ham juda xursandman. Juda ham chiroyli lechena oldim. Xursandman mana shu yerga kelib, uzoq vaqtimni behuda sarflamaganimdan. O'zim Namanganni Chust tumanidan keldim. Kelgan, sarflagan vaqtimga hech ham afsuslanmayapman. Rahmat shifoxonadagi barcha vrachlarga va menga xizmat qilgan hamshiralarga. Sizlarni ham hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar mana shu shifoxonaga kelib davolanishinglarni so'rab qolardim.